الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا مولانا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ربي اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ulug' Zulhijja oyining Eid al-Adha kuni barchamizga muborak bo'lsin. Alloh taoloning bayramdan bir baytga Allohni roziligini istab, gunohlarimizni mag'firatini istab qadam bosib keldik. Xudo taolo bu qadamlarimizni husn qabul qilsin. Pul sirata sobit qilib, oxiratda foydamizga hujjati guvoh shafoatchi aylasin. Ma'lumki har yili mana shu bayramlarda takror nishonlaymiz. Ya'ni bir-birlarimizga tabriklar aytamiz. Eid muborak bo'lsin, Hayit muborak bo'lsin, Eid al-Adha muborak bo'lsin deb ma'nolarini bilmasak ham, lekin shu so'zlarni tillarimizga yodlab qolganmiz. Ma'lumki din shariatga Eid degan so'zning ma'nolari har yil aytsak insonimizda unutamiz, esdan chiqaramiz. Eid so'zi i'oda, ya'ni qaytish, takrorlash, qayta bo'lish degan ma'nosini bildiradi. Mehribon Robbimiz Alloh taolo sizimizga har yili Eid al-Fitr, Eid Qurbon namozlarini, vojib namozlarini ado qilganimizdan keyin, ulug' ibodatlardan keyin bayram qilishimizni Alloh taolo xush ko'radi, yoqtiradi. Shu munosabat bilan mana shu kunlari Alloh taolo ziyofat qilishimizni din tufayli, Payg'ambarimiz alayhisalom tufayli siz bizga buni Eid Qurbonni vojib qilgan. Nima qilishimizni? Qurbonlik qilib taomlarni yeyishimizni. Ma'lumki bu Eid Qurbonni tarixi ko'p va xo'p gapirilgan. Alhamdulillah, yurtimizda mustaqillik erishgandan keyin hayotda zamonning taraqqiyoti bilan, internet degan ne'matlar chiqishi bilan aksariyatlarimiz ancha-muncha bu Eid haqida, Eid al-Adha haqida, qurbonlik haqida ko'p ma'lumotga ega bo'ldik. Shunday bo'lsa ham ushbu sifatdan kelib chiqib yana bir bor eslab o'tamiz. Bu sizni bizga Eid al-Qurbon bobomiz Ibrohim alayhisalom va o'g'illari Ismoil alayhisalomni qurbonlik qilish bilan sinovlardan boshlangan ulug' savobi katta, ajri dunyoda ham, oxiratda ham foydali bo'lgan, ya'ni ibodatdir. Alloh taolo Ibrohim alayhisalomga uzoq yil farzand bermasdan farzandsizlik bilan sinab, Ibrohim alayhisalomni sog'intirib, farzandimizga duo qildirib, ko'z nuri qilib, go'zal bir farzand, ya'ni Ismoil alayhisalomni Alloh taolo hadiya qildi. O'sha ma'lum bo'ladiki, muhtaram jamoat, qisqa joyga e'tibor beramiz. Kim bu dunyoga nima bilan mashg'ul bo'lsa, Alloh taolo o'sha bandani o'sha bilan sinaydi, o'sha bilan imtihon qiladi. Alloh taolo Ibrohim alayhisalomni bundan boshqa katta sinovlar bilan ham sinagan, lekin bu farzand ne'mati katta bir ne'mat bo'lganligi uchun ham Alloh taolo butun bandalariga, xossatan islom ummatiga ibrat bo'lish uchun 80 yoshlardan keyin farzand berib, o'sha sog'inch bilan ko'rgan farzandini o'zi uchun qurbonlik qilishga Alloh taolo amr qildi, buyurdi. Bu shaytondanmikan, o'ngmikan, rostmikan, yolg'onmikan degan tushunchalar ham bo'ldi, lekin
ulamolar aytadiki, avval 100 ta qo'yni qurbonlik qildi. Bu tush yana Ibrohim alayhisalomga kirdi. Undan keyin 100 ta tuyani qurbonlik qildilar. Undan keyin ham tush yana Ibrohim alayhisalomga qurbonlik qilishga buyurdi. Nimani deganda o'g'lini yedi. Bu shaytondan ekan Alloh taolo o'zi o'g'il berib buni so'yishga amr qilmasdan deb ikkilanishdi. Alloh taolo uning rostligini payg'ambarlar tushiga bo'lgan holatdan vahiy bo'ladi. Aniqni bilgandan keyin Arafa kuni bilindi. Undan oshgan yoshga kirgan o'g'li Ismoil alayhisalomni Xudoning roziligi uchun Allohim bu farzandni o'zing beruvding, oluvchisi ham o'zingsan deb olib borib bo'yniga pichoq tortgan vaqtiga hammamizga ma'lumki pichoq kesmadi. Allohu akbar degan takbir bilan Jamoa alayhisalom bir qo'chqorni tayyorlab keldilar. Ismoil alayhisalomni zaliha, ya'ni so'yishlik bilan ovora turgan Ibrohim alayhisalom la ilaha illalloh vallohu akbar dedilar. Bu haqiqatni ko'rgan Ismoil alayhisalom Allohu akbar va lillahil hamdillah. Mana shu takbirni tashlab ulamolarimizdan siz bizga vazifa bo'ldiki, bu vojib bo'ldiki, kechagi Arafa kuni bomdod namozidan inshaalloh 24-23 kungacha, ya'ni 23 takbir aytiladi. Shu har bir farz namozidan keyin aytilishlik biz Hanafiy mazhabiga bu vojib amal bo'ldi. Alloh taolo qurbonlik haqida Qur'on azim shanda siz bizga marhamat qilib shunday deydi. Astagfirullah. Fasolli li robbika wanhar. Sadaqallohu alayhi. Bas Robbingiz uchun namoz o'qing va qurbonlik qiling. Bu vasir olimlarimiz aytishadiki, qurbon hayiti namozi, shukrona namozi. Mana shu qurbon hayiti namozi 2 rakat vojib namoz o'qilgandan keyin eng yaxshi amal bu qurbonlik qilib musulmonlarning qalbiga surur, xursandchilik olib kelishlik eng katta yaxshi amal. Ya'ni bu qurbonlik qilishida bugun Eid namozidan keyin boshlansa 3 kun. 3-kun asr namozining oxirigacha, ya'ni shom namozi vaqti kirgunga qadar qurbonlik qilsa inshaalloh qurbonlik bo'laveradi. 3-kun qurbonligidan 2-kunlik qurbonligi afzalroq bo'ladi. 2-kunlik qurbonlikdan ko'ra mana bugun so'yilgan qurbonlikning fazilati afzalroq bo'ladi. Lekin uchalasi ham qurbonligi inshaalloh adob bo'laveradi. Endi qurbonlik vojib amal. Vojib amal nima desa? Vojib shunday amalki, uni qilgan odam katta ajrga, savobga ega bo'ladi. Inkor qilgan odam Alloh taoloning g'azabiga, azobiga uchraydi. Farz amalni inkor qilsa kofir bo'ladi, bajarmasa gunohkor bo'ladi. Lekin vojib amal shunday narsaki, buni qilgan odam juda katta ajrga ega bo'ladi, qilmagan odam gunohkor bo'ladi. Kim gunohkor bo'ladi, kim gunohkor bo'lmaydi? Qurbonlik qilishga imkoniyati yetgan, mol nisobga yetgan inson. Shu jumlaga vaqtimizdan foydalanib aytib o'tamizki, zakotni nisobi bilan muhtaram jamoat azizlar, qurbonlikning nisobi farq qiladi. Zakotni nisobiga hojati aslidan tashqari bo'lgan mol dunyomiz, ya'ni qariyb 63 million pul bo'lsa, hojati aslidan tashqari, o'sha inson 40 dan birini bechora miskinlarga, haqdorlarga chiqarib berishiga bu zakot bo'ladi. Qurbonlikka esa hojati asli ham hisoblanadi. Mana yurgan mashinasi bo'lsin, sog'ib ichib turgan sigiri bo'lsin, 19 ta qo'yi bo'lsin, olib qo'ygan ko'rpa yostiqlari bo'lsin, idish qimmatbaho idishlari bo'lsin, yoki bir uchastkasi olib qo'ygan bo'lsin, o'shalarni hammasini hisoblaydi. Qo'y, echki, tovuq o'xshagan qimmatbaho narsalarni hammasi 60 milliondan oshgan bo'lsa, o'sha insonga qurbonlik qilish vojib bo'ladi.
hojati asliyadan tashqari degan masalasi yo'q yerga. Muftiyatga ishlayotgan eng bosh olim ustozimiz Muhammad Ayfon domla ham ko'p insonlar mana shu mening molim nisbatan hojati aslidan oshgani yo'q, mashinam bor, uyim bor, boshqa narsam yo'q deydi. O'sha uyi ham kattaroq dangalama uyi bo'lsa ham, o'zini puli yo'q bo'lsa ham, agar ro'zg'or o'tib turgan, oylik bilan o'tib turgan bo'lsa, o'sha inson ham qurbonlik qilish vojib bo'ladi deydi. Chunki u dangalama uyning narxi 300 ming, 400 ming dollar. Toshkentdagi qavllar o'sha insonning qurbonlik qilmasligiga uyat bo'ladi deydi. Shuning uchun muhtaram jamoat, qurbonlik qilishni hikmati shundayki, Alloh taolo mehribon zot. Qurbonlik boya aytganimizdek zakotni yetimlarga, miskinlarga, faqirlarga beradi. O'zi yeyishi, ota-onaga, farzandga yeyishi mumkin, yedirishi mumkin emas. Qurbonlikchi qurbonlikni o'sha boy odamni o'zi ham yeyaveradi. Farzandlariga ham, ota-onasiga ham yediraveradi. Buni mulk qilib, aynan kambag'alga chiqarib berishiga majbur emas. Qurbonlikni qilishlik vojib. Go'shtini berishga majbur emas. Go'shtini bersa, nur ustiga oladi. Men uni bir qismini o'zi olib qolsin, keyin yeyishga, bir qismini qavm qarindosh bilan, oila a'zosi bilan yesin, yana bir qismini bechora miskin qo'ni qo'shnilari bo'lsa, tarqatsin, nur ustiga oladi. Lekin bu tarqatsin degan buyruq bermasa gunohkor bo'ladigan buyruq emas. Qurbonlik qilishligi vojib. Ya'ni inshaalloh bismillah Allohu akbar deb qo'yimizni bo'g'ziga pichoq tortganligimizdan qo'ydan chiqqan qon yerga yetib bormasdan oldin Alloh taolo uni qabul qilar ekan. Undan keyin uni qancha odam yesa, qancha odam Allohga hamd etsa, duo qilsa, inshaalloh shuni barakasi, xayri shu bo'ladi inshaalloh. Nabiyimiz alayhissalomning muborak hadislarida aytiladi: "Azzimu sahayakum fa innaha ala sirati latayakum." Qurbonliklaringizni kattaroq qilinglar. Chunki ular Sirot ko'prigida sizlarga ulug' bo'ladi deb aytganlar. Demak, muhtaram jamoat, e'tibor beradigan joyimiz echki ham bo'ladimi? 5 oylik qo'zi ekan, endi 6 ga oshgan ekan, domlashi ham bo'ladimi deb savol beraveradi. To'g'ri, ulardan so'rash haqqi bor. Bizni javob berish haqqimiz, mas'uliyatimiz bor. Lekin afzali qurbonliklarimizda kattaroq qo'chqorib bo'lishi ekan. O'sha qilayotgan qurbonligimizni o'zi asliga o'zimiz yeymiz. Alloh taolo uni go'shiga ham, qoniga ham muhtojligi yo'q. Faqat bizning muhabbatimizni, taqvomizni, ixlosimizni Alloh taolo qabul qiladi. O'sha qurbonligimiz inshaalloh jussasi katta bo'lsa, qiyomat kuni bo'lishi haq va iymonimiz shartiga borib, Sirot ko'prigiga o'sha qurbonligimizni inshaalloh biz minib o'tarkanmiz. Endi bir ariqni echkini qilgan bo'lsak qurbonlik, endi oltiga to'lgan qo'zchani qurbonlik qilgan bo'lsak, endi bir imkondan kelib chiqibdi endi. Imkoniyat yetsa-ku, qancha katta bo'lsa yaxshiroq. Lekin imkoniyati kattaroq bo'lib, quvvati yetib turib, arzangina qo'zchani olib qurbonlik qilishiga uyat bo'ladi. Lekin qurbonlik bo'laveradi inshaalloh. Lekin yaxshisi, afzali Xudo uchun o'zi yeydigan, qavmi qarindosh yeydigan, oila a'zosi yeydigan molni chiroylisini, go'zalini, nuqsoni yo'g'ini ko'rganda ko'z quvnaydiganini qurbonlik qilish nur ustiga oladi. Ustiga buni yegandan keyin ham foydalanib oxiratga ham Xudo taolo uni sizga ulug' qilib qaytarib berar ekan, qiynalmasdan o'shani ulug' qilib Sirot ko'prigidan o'tarkanmiz. Yana hadisda keladiki, inna ahabbal a'mali ila Allohi ba'da al-fara'id iddakhalu surura 'ala al-muslim. Ya'ni farz amallardan keyin Allohga eng mahbub amal musulmonning qalbiga xursandchilik kirgizmoqlik beradi. Demak, mana bomdod namozini farzini ado qildik. Alloh qabul qilsin. Bundan keyin birozdan keyin Eid namozini o'qiymiz. Undan keyin bir-birlarimizga quchoqlashib tabrik qilaylik. Bu Eid muborakligini aytaylik, haqqalarimizga duo qilaylik. Imkonlari yetgan insonlar, musulmonlar xonadonlariga borib qurbonlik qilib, qo'ni qo'shnilar bilan, xonadon ahllari bilan
aka-uka, opa-singillarni chaqirib, qurbonlik qilib, bir-birimizga tabrik qilishimiz, ya'ni bu farz namozdan keyingi eng go'zal amal ekan. Musulmonda ishi ham shu qarang. Alloh taolo juda ham mehribon zotda. Aka-uka bizniki, Allohniki emas. Qavm qarindosh bola-chaqa bizniki. Qo'ni-qo'shni ham bizniki. Xudo taolo o'zi mol-mulk ham beryapti. Bir qo'ydir, echkidir, kattarog'idir, maydarog'idir. O'sha bergan ne'matni bandam so'yib yegan har bitta tuki barobariga seni uchun ajr hasanat yozaman. Quvvat olgin deb Xudo taolo buyursa-da, to'y qilaman hali, u qilaman, bu qilaman bahona qilib o'shani yemasak, biz o'zimizga o'zimiz baxil qilgan bo'lamiz. Hech bir qo'yga, hech bir ehsonga Alloh taolo qurbonlikchalik ajr hasanat bermaydi. Biz Xudoga qilamizmi? Nazr qilamizmi? Iftorlikka qo'y so'yamizmi? Aqiqaga qo'y so'yamizmi? Birontasiga Xudo taolo aynan qurbonlikka beriladigan ajr hasanatchalik, ya'ni savobchalik birontasiga ajr savob bermaydi. Chunki bu qurbonlikdan musulmon yesa ham, boshqa din vakillari yesa ham, islomni qabul qilmagan nasroniy, xristian yesa ham, yahudiylar yesa ham savob bo'laveradi. Boylar yesa ham, olib qo'yib bir yildan keyin yesa ham, hech kimga bermasdan darvozani qulab turib yesa ham biz savob bo'laveradi. Alloh taolo shunchalik mehribon zotki, qurbonlikda so'y bandan xursand bo'lib hamda aytib duo qilib yesa, Alloh taolo yeganimizga savob berar ekan, qarang. Shunday mehribon bo'ladi. Lekin biz aksariyatlarimiz shu qurbonlik qilishga imkoniyatimiz bo'lsa ham qurbonlik qilmaymiz. Guvohiga bir narsalarni guvoh bo'lamiz. Endi vazifadan kelib aytib o'tiramizki buni. Chunki biz aytgan masalalarni boshqalar insonlar aytmaydi. Shu masjidga ertachiroq kelishdan maqsadim shuki, biroz suhbat eshitamiz degan ma'noda kelinadi. Ota hovliga qurbonlik qilsak, o'sha hovlidan o'sib chiqqan aka-ukalar qurbonlik qilmaydi guvohiga. Ha, otamiz qilyapti. Ota boshligini biz qilolmaymiz deydi. O'zi otadan so'rasiz, ko'p katta-katta ishlarni qiladi. Aynan qurbonlik vaqtiga qilmay turadi. Shu yaxshi emas. Hozir aytamizki, shu sigiri, qo'yi, tovug'i, boshqa bir narsalarni yesa hammasi olma shundan yetib bo'lgan bo'lsa, o'sha ko'chib chiqqan o'g'il bo'lsa, aka-uka bo'lsa, hammasiga qurbonlik qilish vojib bo'ladi. Otani hovlisiga, onani hovlisiga borib qurbonlik yesin degan hech qanday buyrug'i yo'q. Unga otani hovlisidagi o'g'ilga vojib bo'lgan qurbonlik ko'chib chiqqanga ham vojib bo'lgan. Bu ham musulmon, bu ham musulmon. Buni ham Alloh yaratgan, buni ham Alloh yaratgan. Ko'chib chiqqan ham dunyoda o'tadi, yashayotgan ham dunyoda o'tadi. Qani endi ko'chib chiqqanlar ham otani hovlisidagi turgan aka-ukalarni chaqirib ziyofat bersa, qanday yaxshi. Shuning uchun ba'zilar bahona qiladi. Otamiz bor edi, biz uylarimiz qurbonlik qilishga deydi. Katta-katta uyda ishlab qilganlar o'zini unutib qo'yadi. Lekin bu qurbonlik katta ajr ekanligi, o'sha savob o'g'il qilgan qurbonlik uchun otaga ham savob yozadi. Chunki Alloh taoloning oldiga farishtalar zikr qilar ekan. Ya Robbi, falon bandangni o'g'li faloncha sen uchun qurbonlik qildi. Otamizni ham ismi aytilib zikr qilinar ekan. Xuddi biz salovat aytsak, Alloh taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga falon ummatlaringizdan falon ummatning o'g'li faloncha yoki qizi faloncha sizga salom aytdi, salovat aytdi deb yetkazar ekan. Xuddi shu singari biz qilgan solih amal uchun, qurbonlik bo'lsin, namoz bo'lsin, ihson bo'lsin, bizga yozilsa inshaalloh bu ota-onamizga yozilar ekan. Shuning uchun bunga beparvo bo'lmaylik. Oyatda keladiki, estağfirullah, yas'alunaka ma'za yunfiquna qul ma anfaqtum min khayrin falilwalidayni wal aqrabina wal yatama wal masakin bis sabil wa ma taf'alu min khayrin fa inna Alloha bihi alim. Sadaqallohu alayhi. Ya'ni sizdan ey Muhammad alayhisalom qanday ihson qilishni so'raydilar? Ayting,
nimaniki xayriya ihson qilsangizlar, ota-ona, qarindoshlar, yetimlar, miskinlar, musofirlarga qilingizlar. Har qanday qilgan ihsoningizni Alloh bilib turuvchidir. Baqara surasida Alloh taolo marhamat qilgan ekan. Bu payg'ambarimizga xitob bo'lgan narsa asliga sizimizga qilingan xitob. Ihsonda eng yaxshisi o'zimizdan boshlaganimiz. Ota-onamizga qilgan ihsonimiz ekan. Undan keyin oila a'zolarimizga, farzand va qarindoshimizga sila rahim albatta bu farz amal. Undan keyin yetimlarga. Endi bu yetimlar keyin tur ekan deb yana qavm qarindoshi hammasi o'zi boy iqtisod o'tirib bir o'tirishga bitta qo'ydi deydigan bo'lsa, qavm qarindoshga yesin bersin degan joyi bor ekan. Imom domla aytdi deb hali unday qovurib, hali shaxsiy qilib, hali ta'mir qilib yetimga hech narsa bermay qo'ymasin degan narsa emas. Ya'ni o'zlari ham yesin. Ortsa inshaalloh yetimlarga, miskinlarga, musofirga bersa nur ustiga alo. Chunki hammamizga ma'lumki, hozirgi kunda olib boriladigan siyosat yaqinga borgan, hajga borgan, umraga borgan hoji akalarimiz, hoji bolalarimizdan ham talab, ham iltimos bo'lyaptiki, xosatan muhtaram yurtboshimiz taraflaridan bular ibrat bo'lsin. Mahalla ko'yiga, qo'ni qo'shniga, hajga borgan, umraga borgan yoshi katta insonlar kelajak avlodni to'g'ri yo'lga borishda qo'llaridan ushlab, ularga to'g'ri yo'lni ko'rsatsin. Imkoni borlari, iqtisodi borlari ularga mehribonlik qilib ihsonlar qilsin deb shu narsani bizdan ham talab qilinyapti. Mahalla oqsoqollaridan ham, mahalla raislaridan ham, hajga borgan hoji akalar, hoji bo'limlar ham. Nimaga? Yurt hammamizniki. Xuddi mana masjidga o'tirib, rohatlanib, suhbat eshitib namoz o'qiganimizdek, yurtga xuddi shunday. Kimdir 10 yildan beri Koreyaga dollar ishlayapti. Ko'proq yoki kamroq. Kimdir Amerikaga dollar ishlayapti. To'g'ri turbisini pul topgandir, lekin vataniga qaytib kelish muhabbati bor. O'shalar qolaver, o'sha pulni topib yashab qolgan desak, yo'q bo'lmaydi. O'sha odamni pulda qiynalib bo'lsa ham topadi, ishlaydi, shunda katta damirlarni hovli qiladi. Chunki har bir insonning tug'ilib o'sgan joyi har qanday shahar azimdan yaxshi ko'rinib bo'ladi. Toshkentga qarab yurgan bo'lsak, Samarqand yo'llariga, Jomdan keyin yo'l cheklariga ba'zi uylarni ko'ramiz. Katta yo'ldan 1 kilometr, 2 kilometr uzoqda ko'cha ham yo'q, asfalt joyi ham yo'q, lekin shu yerda damirlarni hovli uylarni qo'ygan. O'shalar shu pulni topgan odamlar shahardan, Toshkentdan yoki viloyat markazlaridan yoki boshqa davlatlarga ko'chishga imkoniyati yo'qmi? Bor. Lekin o'zini tug'ilib o'sgan joyi eng rohatli joy. Eng maroqli joy. Shuning uchun muhtaram jamoat, har bir inson, har bir mahalla oqsoqollari, rais boshligida, mahalla imomlari boshligida, masjid imomligi boshligida yoshlarga to'g'ri tushuncha berib, ihsonlar qilib, bir-birlarimizni hollarimizdan xabar olsak inshaalloh yurt barchamizniki. Buni tinchligini, buni ravnaqini, buni farovonligini hammamiz his qilib, kelajak avlodga to'g'ri talqin qilib tushuntirishimiz kerak bo'ladi. Alloh taolo Qur'on azim shunda marhamat qilib shunday deydi. وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ. Sallallohu alayhi. Ya'ni Alloh taolo ushbu Naml surasida siz bizga marhamat qiladiki, kim shukr qilsa, bas albatta u faqat o'zi uchun shukr qiladi. Kim noshukrlik qilsa, bas albatta Robbim hamma narsadan behojat va karamlidir. Demak, shukr qilsak ham, noshukr bo'lsak ham Alloh taolaga hech qanday bir foydasi ham, ziyoni ham tegmaydi. O'zimiz uchun qilar ekanmiz.
Shukrda ham, noshukrlikda ham. Shukr qilsak Alloh taolo ziyoda qilib beraveradi. Buni ta'minini, buni barakasini, buni manfaatini Xudo taolo davomda qilaveradi. Noshukr bo'lsak Xudo taolo bu narsani siz bizdan olib qo'yadi. Shuning uchun bu tinchlikni, bu farovonlikni, bu xotirjamlikni qadriga yetishimiz kerak bo'ladi. Hozir hammamizga ma'lum, boshqa davlatlarga, ancha-muncha davlatlarga tinchlik xotirjamligi yo'q. Ularda musulmonlar mana shunday xotirjam namoz o'qishga muhtoj lekin o'qilmay turibdi. Ko'rsatmasin, Alloh bu narsani bizdan olib qo'ymasin, boshimizga ukullar ko'rsatmasin. Bu tinchlikni, xotirjamlikni Alloh taolo bu o'zi bermasa, buni pul bilan, mansab bilan ushlab bo'lmaydi. Buni faqat shukr bilan, qadrlash bilan, duo qilish bilan ushlamasak, bu juda katta bir ne'mat. Tinchlik, xotirjamlik. Buning uchun tinimsiz xizmatlar turibdi. Muhtaram yurtboshimiz boshlig'ida barcha rahbarlar, mutasaddi xodimlar, huquqni muhofaza qiluvchi xodimlar barchalari kecha kunduz uxlamasdan o'zi soat 8 soat 10 soat bo'ladi. Lekin 24 soat uxlamasdan siz bizga mana biz kechadan beri xizmatdorimizki 20 dan oshiq mutasaddi rahbarlar, huquqni muhofaza qiluvchi xodimlar hammalari birlari ustidan birlari nazorat qilib uxlagani yo'qmi, uxlab qolmasin, atrofga masjidga yetti namozxonlar musulmonlar xotirjam namoz o'qisin deb tinmasdan xabar olishtirdi. Alloh taolo ularga qilayotgan bu xizmatlarni qabul qilsin. Hammamizga bu tinchlik nimaligini Alloh taolo bildirib qo'ysin. Buni qadriga yetaylik. Musulmon inson qanday inson bo'lishi kerak? Nabiyimiz alayhissalomning hadislarida keladiki, "Man salamal muslimuna min lisani yadihi." Ya'ni musulmon inson shunday insoniki, uni insonlar tilidan ham, qo'lidan ham omonda bo'lsin. Qarang. Oyog'idan deyilmadi yoki boshidan deyilmadi. Birinchi tilidan aytildi, yoki tishidan ham deyilmadi. Tish bilan ozor bersa, tildan ko'ra o'z asiga qattiqroq jarohat bo'ladi. Bir til tegsa qanday, tish tegsa qanday. Lekin bu hadisdagi hikmat ma'no umuman o'zgacha boshqa bir ma'no. Til bilan berilgan ozor, qo'l bilan berilgan, oyoq berilgan, oyoq bilan berilgan ozordan ko'ra qattiqroq bo'ladi. Tilda ozori 10 ming kilometr uzoqdagi insonga ham yetib boradi. Bir telefon bilanmi, SMS qilibmi, Telegramdanmi qattiqroq bu tuhmat gapni, haqorat gapni gapirsa, o'sha insonning qalbi ozor bo'ladi. Shundan keyin qarang, sizdan qo'l bilan deydi. Oyoqni harakatdan qo'lni harakat tezroq bo'ladi. Shuning uchun hikmat bilan Alloh taolo payg'ambarimizga ilhomlantirib bildirdiki, musulmon inson qandayligini, musulmon inson shunday insonki, uni tilidan ham, qo'lidan ham hech qanday Alloh topmasin. Haqiqiy musulmon shu. Payg'ambarimiz alayhissalom bizlarni qayta chiroyli xulqqa chaqirganlar. Hatto chiroyli xulqlar qiyomat kuni taroziga eng og'ir keladigan amallardan ekanligini talabini ham berganlar. Kishi iymoni qandayligini bilmoqchi bo'lsa, uning mezoni chiroyli. Ya'ni qiyomat kuni tosh bosadigan savobdagi eng kattasi xulqning go'zalligi bo'ladi. Hadisda keladi: "Inna min ahabbikum ila aqrabikum minna majlisan yawmal qiyamah ahasinakum axloqan." Rawahu Tirmizi. Ya'ni sizlarning menga suyuqrog'ingiz va qiyomat kuni menga yaqinrog'ingiz axloqi go'zalrog'ingizdir dedilar Imom Tirmizi rivoyati. Hammamiz orzumuz bor. Hammamiz havosimiz bor. Payg'ambar alayhissalomga yaqin bo'lishga. Xosatan bu dunyoga Payg'ambar alayhissalom yashagan zamonga yashalmadiku, qiyomat kuni Xudoy taolo barchamizni payg'ambarimiz atrofiga yaqin qilsin. Hamnashil qilsin. Ham suhbat qilsin, muborak qo'llardan havzi kavsardan nasibador bo'lish baxtini Alloh barchamizga nasib qilsin. O'shanday bo'lishda yo'li shu ekan.
xulqi go'zalligi ekan. Kimda xulqi, odobi go'zal bo'lsa, o'sha inson payg'ambar alayhisolamga eng yaqin inson bo'ladi. Sharti shu ekan. Mansabdor bo'lsin, boy bo'lsin, baquvvat bo'lsin, u bo'lsin deyilmadi. Kim bo'lsa, xulqi go'zal bo'lsa, o'sha inson qiyomat kuni payg'ambar alayhisolamga yaqin bo'ladi. Endi payg'ambar alayhisolamga yaqin bo'lgan insonda nima tashvish bo'ladi? Xudo suyib salovat zot payg'ambar alayhisalom bo'lsa, qiyomat kuni eng birinchi yerdan turib uyg'onadigan zot payg'ambar alayhisalom bo'lsa, ham payg'ambarimizga bo'lsa, shafoat maqomi payg'ambarimizga bo'lsa, o'sha insonga kim yaqin bo'lsa nima g'ami bo'ladi, nima tashvishi bo'ladi. O'sha g'am tashvish uchun xulqimiz go'zal bo'lishi kerak ekan. Su'ila Rasululloh sallallohu alayhi vasallam an aksari ma yadkhulun nas al-jannah. Qala taqvalloh va husnul xulq. Rawahu Imom Tirmizi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan so'raldi. Jannatga kirishga ko'proq sabab bo'ladigan narsa haqida so'ralganda u zot alayhisalom Allohga taqvo qilish va husnul xulq bo'lish dedilar. Demak, Allohdan qo'rqish taqvo. Allohning qulib turganini his qilish va xulqni go'zal qilish shu inshaalloh jannatga kirish uchun eng oson hujjat amal bo'lar ekan. Yana hadisda keladiki, ala adullukum ala al-khairil akhlaq ahli ad-dunya wal akhirah. An tasila min qata'aka wa tu'ti man haramaka wa ta'afuwa amman zalamaka. Rawahu Imom Bayhaqi. Ya'ni sizlarni dunyo va oxirat ahlining eng yaxshi xulqlariga dalolat qilaymi? Sendan aloqani uzgan qarindoshingga bog'lanmoqliging, sendan qizg'angan kishiga bermog'ing, senga zulm qilganni kechirmog'ing dedilar. Qarang. Qavm qarindoshimiz bizdan xalaqot so'rasa, bizdan xalaqot so'rashimiz emas, balki sizni bizdan voz kechgan qarindoshlar. Boylarga emas, e'tibor qilamiz. Kambag'al qarindoshlar bor. Bir paytlar boy bo'lgan, ishi yurishib ketgan, bizdan xalaqot so'ramagan, bugun ishi o'xshamay qolganlar. Bugun Alloh taolo bir imtihon dunyoda bizning ishimiz o'xshab qolgan bo'lsa, borib holidan xabar olib, oqibat bildirib, kunliga xursandchilik olib kelsak, shu eng afzali shu ekan. Undan keyingisi, ya'ni birodar qo'ni qo'shnidanmi, oshna og'aynidanmi nimadir so'radiga bermadi. Oradan o'tib o'tdi, u inson bizdan so'rab turibdi. Bizga bor, yaqinga bermoqda, men ham berayman demasimiz kerak ekan. Berishimiz kerak. Mayli u bermagan bo'lsa, uni ishi biz beraveraylik deb, biz berishimiz bu jannatga kirish uchun eng oson, qisqa yo'llardan bittasi ekan. Uchinchisi, ya'ni bizga yomonlik qilgan, yozgan yoki tuhmat qilgan, nimadir qilgan, kechirishga imkoniyatimiz bor, yerlar kechirmay turadi, yo'q deydi. O'sha imkoni bor odam kechirishga zulm qilingan bo'lsa ham kechirib olsa, o'sha insonga Xudo taolo jannatda eng oson darajada joy bergan. Ya'ni jannatga kirish oson bo'lar ekan. Jannat qimmat emas ekan, arzon ekan, lekin bu amallar qimmat. Birov zulm qilsa, boshimizni yorib qo'ysa, birimizni xonasida bir kechirish juda qiyin narsa. To'y-beshib pulimizni yeb qo'ygan bo'lsa, tinmasdan yozamiz. Ota avlodi, ona avloddan so'kamiz kerak bo'lsa. Otang ham shunday edi, buvang ham shunday deb beramiz. Kechirish oson narsa emas. Shuning uchun ham bu jannat uchun bu vasila bo'lyapti, muhtaramlar. Zulm qilganga kechirib olishlik, baxillik qilganga saxiylik qilishlik, bizdan voz kechib ketgan qavm qarindoshdan xalaqot so'rashlik oson gapiriladi, lekin buni amali juda qimmatliroq. Buni hamma ham bajara olmaydi. Shuning uchun ham bu jannat uchun bu vasila bo'ladigan ulug' ajrlardan bo'ladi. Suhbatimiz hali tugamadi, lekin vaqtimiz tugaligi uchun
tugatib qo'yamiz. Oxirgi hadisimiz ochiq yuzlik, yaxshilik qilishlik, aziyat berishdan tiyilishlik. Ya'ni xulqlik go'zali shu ekan. Birov ko'rganga bo'zirab turmasdan tabassum bilan, ochiq yuzlik bilan, to'g'ri, bu dunyo sinov dunyo. Kimdir bemorligi bo'ladi, kimdir g'am andoqdan chiqadi, kimdir tashqdan chiqadi, lekin birov bilan salom alaykum degan vaqtiga qovog'ini uyib olib, bezirayib, xuddi o'sha aybdorga shu ko'rgan odam qilgandek u bilan salom alaykum qilish yaxshi emas. Musulmonni ko'rgan vaqtida tabassum bilan qilish kerak bo'ladi. Dardni bergan Alloh o'z shifosini ham dardini osonlik ham o'zi hal qiladi. Muhtaram jamoat, suhbatimiz avvaliga aytdikki, bu yiliga bir marta, ikki marta o'qiladigan namoz, bayram. Alloh barchamizdan qabul qilsin. Bir niyatiga to'xtab o'tamiz. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. O'zbek tiliga aytsa ham bo'laveradi. Forscha aytsa ham bo'laveradi. Ruscha aytsa ham bo'laveradi. Arab tilini biladiganlar arab tilida aytsa ham bo'laveradi. Kimga qaysi til oson bo'lsa, shuni aytib o'tsin. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim kalimasi lekin hammaga bir xil aytiladigan kalima. Niyat qildim vojib edi Qur'on namozini o'qimoqlikka. Yuzlandim qiblaga, ergashdim shu imomga xolis Alloh uchun. Tushunarli? Niyat qildim edi Qur'on namozini o'qimoqlikka, vojib bo'lgan edi Qur'on namozini o'qimoqlikka, qiblaga yuzlanib shu imomga ergashdim. Imom keyin Allohu akbar deb qo'llarini qulog'iga tegizib, siz bizdan qilamiz. Qo'lni bog'lab har doim namozga o'qiladigan sano duosi o'qiladi. Undan keyin yana 3 marotaba Allohu akbar deb qo'llar baylanmasdan turib, yelka barobar ko'tariladi. Undan keyin imom Fotiha surasi va Zamfir o'qib, 5-Allohu akbarga, 1-Allohu akbarga niyat qiladi. 3 marotaba Allohu akbar qo'l ko'tariladi, 4 ta bo'ladi. 5-Allohu akbar deganda muhtaram jamoat rukuga boramiz. Subhana robbiyal azim 3 marotaba, 5 marotaba aytib bo'lganimizdan keyin yana Samiyallohu liman hamidadan keyin Robbana lakal hamd aytib sajdaga boramiz. Sajdaga qaytib kelib imom yana Fotiha surasi bilan bir zam surani o'qiydi. Undan keyin 3 marotaba Allohu akbar deb qo'llar ko'tariladi bog'lanmasdan. 4-marotabasiga Allohu akbar deb rukuga boriladi. Mana shu ikkalasini adashtirmasak inshaalloh namozlarimiz go'zal bo'ladi. Bir duo qilamiz. Amin. Alhamdulillah. Vassalatu vassalamu ala rasulillah. Ya Rabbi, o'zing mehribon bo'lsan. Biz sizlardan Allohim sendan so'ramasak ham bizga islomni berding. Islomda haqqi hurmatidan, bu Zulhijja oyini, Eid kunlari haqqi hurmatidan ya Rabbi, biz bandalaringning gunohlarimizni kechirgin. Gunohlarimizni Allohim tomonidan mag'firat qilib, o'zingga rozi bo'ladigan bu hayotga qaysi amal o'zingga rozi qilsa, qaysi amal Allohim o'zingga xursand qilsa, o'shanga bizni mashg'ul qilgin. Nafsimizni havosiga ergashib, bizga uni bergan, bizga buni bergan deb Allohim o'zingning azobingga, g'azabingga giriftor bo'lishdan panoh bergin. Allohim bu biz bandalaringga bu tinchlik uchun xizmat qilgan muhtaram yo'lboshimizni, barcha rahbarlarni Allohim qalblariga men yaxshi ezgu niyatlarimizni Allohim so'raganlardan afzallarni bergin. Xonadonlarga tinchlik, fayz barakatini ziyoda qilgin. Allohim yurtimizdan bu tinchlikni, xotirjamlikni Allohim o'zingiz olib qo'ymagin. Bu farovonligimizni, xotirjamligimizni Allohim qiyomatga qadar bardavom qilgin. O'qiydigan namozlarimizni qabul qilib, mana shunday Eid namozlarini tinchlik, xotirjamlikda, farovonlikda, yurtimizda ravnaqi, kelajagi yuksalgan bir holatga uzoq yillari takror ko'rishimizni Allohim barchamizga nasib qilsin. Allohumma ansur man nasaraddin. Robbana atina fid dunya hasana va fil akhirati hasana va qina azaban nar. Allohumma salli va sallim barik alayhi. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي جعل الكعبة قبلة للأنام وفصل يوم الأضحية على سائر الأيام، جعله عيدا جميع أهل الإسلام، وأمر الحجج بالنساء النبي الحمام، فقال ذو الجلال والإكرام: فإذ عفظتم من عرفة فاذكروا الله عند المشعر الحرام. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. سبحان من خالق النفس والأنفاس، كاشف الحمام والغموم، والسعاس الذي جعل الكعبة بيت الحرام قياما للنساء. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. سبحان من مفتح أبواب التوفيق وموضح الأسباب لمن هو في ضيق اللذيذ. شرفنا بيوم عرفة والعيد والأيام التشريق. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام، خصوصا على الصديق والفاروق وذي النورين والمرتزى أئمة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أيها الناس اعلموا أن الأضحية واجب على كل حر ومسلم موصف أول وقتها بعد الصلاة العيد في المصر، فيضحي بالجماع وحصوص السول ولا يصحي بالعمياء والأرجاء والأوراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. بارك الله لنا ولكم في القرآن الكريم، ونفعنا بالآيات والذكر الحكيم. الجواد الكريم العلي العظيم السميع الدعاء. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا وارحمنا ويا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وطب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووافقنا إلى الحق إلى الطريق المستقيم ببركة القرآن العظيم يا ربي o'zingni ulug'ligingga arsh kursingga saltonatingga munosib hamlarimiz bo'lsin. Nabiyimiz alayhissalomga eng go'zal durudu salatu salomlarimiz bo'lsin. Muborak juma kunida, muborak Idil Azho kunida rahmat mag'firatida umid qilib o'qigan bomdod namozlarimizni, Eid namozlarimizni, barcha tilovat tasbihlarimizni sunu qabul qilgin. Allohim bu kalomlaringning hurmatidan, bu ulug' kunlarning barakatidan barchamizning gunohlarimizni mag'firat qilib, barchalarimizni Allohim o'zing rozi bo'lgan va o'zingga rozi qilgan bandalardan bo'lish baxtini barchamizga nasib qilgin. Allohim kalomingning hurmatidan, barakatidan yurtimiz tinch, xalqimizni farovon aylagin. Allohim mana shu tinchlik uchun, xotirjam uchun xizmatda turgan barcha rahbarlarimizni, muhtaram yo'lboshchilarimizni, olib borayotgan barcha xayrli shar'iy niyatlariga, amallariga o'zing kasiron barakot bergin. Allohim bu kunning hurmatidan, kalomingning barakatidan bu jamoatimizdan, yaqinlarimizdan mushkul bollarni mushkullari oson qilgin. Tashshi borlarni Allohim tashdan aritgin. Qarzga botganlarga Allohim kushoyish bergin. Rizqiga tanglik uchraganlarga Allohim rizqiga, umriga, nasliga o'zing barakot bergin. Yaqinlarimizdan, qavm qarindoshlarimizdan, qo'shnilarimizdan Allohim bemorlarimiz bor ekan, xonadonlarga, shifoxonaga yotgan bemorlarimizga mukammal shifo bergin. Tez kunlarda sog'ayib, yaqinlarini ko'zlarini quvontirib, o'zingni toatingga, ibodatingga, yurtimizda ravnaqiga xizmat qiladigan insonlardan qilgin. Musofir bollarni Allohim safarlarini bexatar qilgin. Allohim bizlarda mana shunday inson bo'lish uchun xizmatda o'tgan, tug'ib katta qilgan ota-onalarimizni o'tganlarni rahmatingga olgin. Hayotlarini Allohim salomat qilgin. Tepalarimizda uzoq yillar duogo'y, nasihatgo'y, hoji ona, hoji ota bo'lishini o'zing nasib qilgin. Farzandlarimizni ham iqbollarni berib, ko'rganda ko'zimiz quvnaydigan farzandlarimizni odobidan, ilmidan boshimizga rahmatlar yog'ishini Allohim barchamizga nasib qilgin. Barchalarimizni mana shunday Eid Qurbon kunlarida, muborak juma kunlarida qatorlarimizdan kam bo'lmagan bir holatga, barcha niyatlarimizga yetgan bir holatga takrar guvoh bo'lishimizni barchamizga nasib qilgin. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azaban nar. Va sallallohu ta'ala va sallam ala khayri xalqihi Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in ya arhamar rohimin ya robbal alamin. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Parvardigor olam, mana shu o'zingga uyingga obodonchilik uchun xizmat qilgan shu opa-singillarimiz bor, aka-ukalarimiz bor, ehson qilganlar bor. Alloh taolo mana shu qilgan ehsonlarni fi sabililloh Allohning yo'liga qabul eylesin. Allohim xonadonlarni fayzli va barakotli manzil makonlardan bo'lishini Allohim o'zingga nasib qilsin. Yangi mana shu Qur'on hayot kunlarigacha hammalarni sog'lik salomatlikda, tinchlik, xotirjamlikda yurganini Allohim o'zingga nasib qilsin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammadin
وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم